Har bitta bloger qidirgan o'sha shtativ o'rtoqlar keldi. Ulanzi D88 o'rtoqlar. Videoni olishga juda ko'p imkoniyatlar bor o'rtoqlar. Shunaqa qistirib qo'yadigan o'zini oyoqchalari bor. Shunaqa stoldan ustiga qistirib qo'ysanglar bo'ladi. Selfie palkamiz juda uzun, metallistik korpusda. Shunaqa oq va qora rangda bor o'rtoqlar. Buni ochganingizdan keyin o'rtoqlar shunday qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Buni qotirganingizdan keyin bu tepaga qarab yurmaydi уже. O'zida pulti bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Pultidan upravleniya qilib, Bluetoothdan boshqarsanglar bo'ladi. Selfiemiz o'rtoqlar MagSafe bor. MagSafe moshni, mana qaranglar. Ushashini chotki ushyapti. MagSafe yo telefon bo'lsa o'rtoqlar shunda ochasiz. Telefoningizni qistirasiz. Xohlasanglar vertikal, xohlasanglar gorizontal, xohlagancha syomka olib ketursanglar bo'ladi. Metallicheskiy juda sifatli qilingan. Bu o'zi 2026-yilda eng trend bo'lgan shtativlardan hisoblanadi. Selfie palkamizni bo'yini qaranglar o'rtoqlar. Mana shu bola bilan pachti teng. Bo'yi 1.70 o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. Tepadan shunaqa kadr olmoqchi bo'lsanglar ham, xohlagan joyga shunaqa qotirib olsa bo'lgan o'zida tegida oyoqchalari bor. Eng asosiysi bu selfie palka juda ixcham va sifatli o'rtoqlar. Pastdagi adreslar bo'yicha Charger Uzbekistonning hamma filiallarida mavjud. Hammalarni kutib qolamiz.